Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim, qanday sog'u salomatmisizlar? Sizlar bilan yana o'z video profillarim orqali ko'rib turibsizlar. Yangi yozgan she'rlarimni 3-4 tasini sizlarga o'qib eshittirmoqchiman. Eshitasizlar degan umiddaman. Buni sallohasi bilmish degan she'r. Tunlarim bedor bo'lmish, isming ham dildor bo'lmish. Ul hozir nelar qilmish, sevganimni ul bilmish. Keltirmisham men kishmish, buni derlar turmish. Bo'lmaylik elga mishmish, dildor yoring qidirmish. Sevdim sani shu onda, yurak yonar bir yonda. Ko'ringin onda sonda, men zotim toza qonda. Tunlar bedor o'tmasin, sevgim uvol ketmasin. Har kimlarga aytmasin, sovchi quruq qaytmasin. Dillarga yor olsin, menla baxtiyor bo'lsin. Menga dildor yorilsin, sevaman deb bir aytsin. Hayolim puch bo'lmasin, Robbim bizni qo'llasin. Dildor salom yo'llasin, turmushga rozi bo'lsin. Bu ko'zlar seni ko'rmish, ishqdan bu aql ozmish. Xo'p desangda to'y bo'lmish, buni qo'shnilar bilmish. Mo'min Umurzoq 2025-yil 4-oy 15-cheslada yozildi bu she'r. Endi 4lik she'rimni ham o'qib beraman. Jinoyatlar ildiz otmay qurisin deyman. Har insonni topgan moli buyursin deyman. Endi sizlarga qilmang noshukur degan sallohasi shu she'rimni ham o'qib eshittirmoqchiman. Noshukur bandalar ko'p bo'lib ketdi. Odamlar ohlari Robbimga yetdi. Oldingi hayotin odam unutdi. O'zgalarni ko'rib mol dunyo kutdi. Boylikka o'ch bo'lib ketdi qiz ayol. Tillo brilliantlarni qiliblar hayol. Molu dunyo bilan o'lchanmas hayot. Ochko'zlikdan o'zing qilgin ehtiyot. Hovliqma sen banda, bir oz o'zing bos. Vaqt borida ko'zing katta och. Noshukur bo'lmasdan keltirgin shukur. Bu hayotingizga yetkazmay mang putur. Sog'lom bu tanaga bir ayting shukur. O'z hayotingizga qilmang noshukur. Bu dunyoga kelib kim to'yib ketgan, shoh bu Iskandar ham bo'sh qo'llab ketgan. Robbim berganiga kim shukur aytgan, oxiratga borib kim tirik qaytgan. Mo'min Umurzoq 2025-yil 4-oy 16-cheslada yozildi bu she'r. Endi sizlarga sallohasi Mirza aka yakkada degan she'rimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Mirza akada bordirlar katta talant. Tog' o'lguncha bo'lsinlar boshingiz baland. Maymunida qilig'in o'xshatgansiz vo ajab. Kulgudan bu dillarni bo'shatgansiz vo ajab. Maymun ham buni ko'rib kulib u qotgan. Ichaklari uzilib chidolmay yerda yotgan. Xursandlikdan bizlarga maymun bananin otgan. O'chir qilib konsertga kassir biletin sotgan. Bu san'atni nonini shirin deb totganlar bor. San'atdan baxt taxtini topganlar bor. Xudo yuqtirgan talant bordir Mirza akada. Urug'likka bitta bor Mirza aka yakkada. Valijon ham betoqat kutar uni pakkada. Nasib qilsa kun kelib
uchrashaylik Makkada, kulgu shahrin qiroli Mirza aka yakkada, kessaysa ham tik tursin Mirza aka tikkada. Mo'min Umurzoq 2025-yil 4-oy 17-chislada yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Yana qayta video profillarim orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Meni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpiska tashab, kommentariya yozayotganlar sog' salomat bo'lsin, murodi maqsadlariga yetsin. Barcha insonlar tanajonlari sog' bo'lsin, xonadonlarida fayz baraka, tinchlik, totuvlik, quvonch, shodliklar arimasin. Hamisha yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman, aziz vatandoshlarim.